Assalomu alaykum do'stlar, qandaysizlar, yaxshilarmi? Ben salomlar. İşleringiz bo'ldi. Bugün yani kecha payt bir ayol kishi chiqibdir, yana biri ham ayol kishi chiqibdir. Sizlar pulni kraska ish qilasizlar ekan, pul klassika, high-tech qilasizlar ekan. Bizga o'xshagan nimalarnikini ham qilaverasizlar va ozmas. Puli kamlarnikini, boylarnikini qilasizlar debdir. Yo'q, biz boy kambag'al tanlamaymiz. Barimiz ham birdek odammiz. Boy kambag'al tanlamaymiz do'stlar. Bunday debegilar. Bizni podpischiligimizmi? Podpischilarga qo'limizdan kelgancha yengil qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Keyin yana birov chiqibdir, stixloxos yopishtirmasdan, stixloxos qilmasdan shpagolovkani o'zini qilib turib kraska qilib qo'ysam bo'laveradi debdir. Yengilroq variantiga yugursangiz do'stlar, yengilroq varianti stixloxosda обязательно qilinglar do'stlar. Stixloxos qilmasanglar bo'lmay qoladi do'stlar. Vaqtiki kelib issiq sovuq bo'lib, mana shpagolovka ozmasma chashti qiliq bor, o'shina bo'lib yorilsa bilinib qoladi do'stlar. Bilinib qoladi. O'shuning uchun обязательно shpagolovka qilib bo'lgandan keyin shpagolovkaning ustidan stixloxos tortgilar do'stlar. Meni sovetimda. Yani qoidasi bilan qilgan yaxshi. Shpagolovka joriladi, shpagolovka. Shpagolovka jorilmasin desanglar, unda to'ydirib gruntokka berish kerakda. Har qalay qilish kerak. Stixloxosni meni o'zim sovetim. Ko'pchilik atachento qiladi. Atachentoni ham layqasini olib qilsanglar o'xshab qoladi. Bu videoda yeni ko'rib turib shunday qilib chiqarib ber deydi ko'pchilik. Bo'ptir deb o'shunday chiqarib beraylik deb magazinga olib boramiz. Mana atachentoni bering desak, bu qimmat ekan. Monda ham turadi. Misali bir yerda 5000 so'mligini ko'rsatsak, mayda ham 2,5 mingdan turadi. Bu ham atachento yo'q. Ular layqa. Bo'ya qoladi do'stlar. Keyinchalik o'zini tusini ham yo'qotadi. Shuning uchun videoda qanday ko'rsatgan bo'lsak, shunday qilib chiqarib ber desanglar, yaxshisini olarish kerak. Biz o'z-o'zi podpischilarimizga qo'limizdan kelgancha yengilroq qilib berishga harakat qilamiz do'stlar. Yengilroqni qilib berishga harakat qilamiz. Podpischilarga qo'limizdan kelgancha jardam qilib, skidka qilib beramiz. Sizlarga hozirgi dalni momentda skidka ikki taraflama bo'ladi. Misali meni soladigan bo'lsak, men o'zim ham skidka qilib beraman. Men o'zim ham. Misali ikkita junior bo'lsa, ikkitaji или litsenziyasini, или bitta komnata tandaysizlar, o'shini bekarga qilib beraman. O'shini o'lchayotganda o'lchab ketaman. Men uyda kelsa ham aytib qo'yaman. Mana yeringizni o'lchab oldim, uni обязательно qilib beraman. O'lchab olganimga ijolat bo'lgan. Men buni bekarga qilib beraman deb, duoga qilib beraman deyman. Endi bitta komnatda qilib berasiz bekarga deganda ham chiqib ketadi. Hozir bitta elektrik chaqirib turib, razvedkani qo'yib ber, yo bo'lsa lyustrani almashtirib ber desangiz, yo'q deganda hozir 1,5 ming pulingiz oladi. Elektrikni o'zi shunday kelib turib, ana ikkita chiqib turgan simga lyustrani ulab, qatirib, sizga yog'ib berishga 1,5 ming so'm pulingiz oladi. Hozir 1,5 mingga ham Rossiyada tovush oson bo'lib o'tadi do'stlar. Shuning uchun men misol hozir bitta komnatga men elektrikani o'zini aytib qo'ydim. Bitta komnatga usta solam desangiz, bitta yo'q deganda 50 ming pulingga oladi. Shuning uchun men qo'limdan kelgancha yo'q, ikki etaj bo'lsa litsenziyasini, или dushovoyini o'lchayosdan bekarga qilib berdim. Biz boy kambag'al tanlamaymiz. Biz aytgan materialda bersanglar, men qanday menga ham sapatu yaxshi chiqqani yaxshi. Chunki men o'zim YouTube kanalimni ko'rib turasizlar. Mana shu YouTube kanalimga sizlarni uyingizda addush qilib, zo'r qilib chiqarsam, o'zimga yaxshi. Men kanalimga qo'yaman. Mendan keyin ham sizlarni uyingizda ko'rgani o'qishingiz kerak, bu tug'aninglar kerak. O'shunday. Keyin ikkita uy borlar, polni klassika qilsam menga nagruska tushadi deb aytganlar ham bo'ldi.
Plastikka sizlar polni qilishingiz shart emas do'stlar. Cho'ntakka qarab ish qilaveringlar. Sizlar kirganda koridorda holni plastikka qilinglar, teva pastda. Tepadan bitta, ili pastdan bitta komnat plastikka qo'yinglar. Mehmon simon kirsa ham, o'zi do'st jorlar kirsa, tug'an urug'lar kelsa ham bari komnatinglarga kirib chiqmaydi. Sizlar yetalagan komnatga, mana bu komnatga joy qilib qo'ydik desak, ashiraga kiriladi. Kirganda обязательно holni qaraydi. Remont yaxshi qilibdir deydi. Buning ichida materialni ham yaxshisini olibdir deydi. Keyin olib kirgan komnatinglar, o'sha mehmon olib kiradigan komnatni sizlar tanlab bersanglar, mana komnat deb. O'sha komnatni biz chiqarib beramiz do'stlar. Shunday. Barini haligi bolalarda o'tirganda ham, o'zingiz spalningni ham plastikka qilishingiz shart emas. Pulg'achi desanglar, ko'rsanglar bo'lardi. Qog'onni masalan yengilroq qilib turib, pol plastikka qilib qo'ysanglar ham bo'lardi. Ramka qilinadi, обязательно ramkalar bo'ladi. Ramka qilsa komnatlarni ochmay qoladi. Shunday do'stlar, o'z-o'zi qo'limizda natijnochi bola ham bor, lesnisachi ham bor, kukunni mebelchi ham bor. Men pat kuluch topshiraman, do kuluch. Mendan keyin usta kirib do'stlar. Shunday. Materialga keladigan bo'lsak, materialga. Magazinni o'zidan 3 oyga bo'lib to'lashga, berishga harakat qildim do'stlar. Ko'pchilikda. Masalan, sizlar qanday qilib desanglar, sizlarda M-bank karta bo'ladigan bo'lsa, M-bank. O'shunga bitta приложение ochiladi, o'shundan sizlarga skachat qilib ochib beradi. 200 ming so'mga doğru beradi. 200 mingni sizlar karta orqali to'lasangiz bo'lardi. U olingan pulga nima oladi desa, u olingan pulga oqmoy, go'sht ovaysizlar, to'lgan material olasizlar do'stlar. Shuni ham aytib qo'ying. Sizlarda yashi ochilgan приложениеga tushadi. Eshik olasizlar, shpakolovka olsanglar bo'ladi, laminat olsanglar bo'ladi. Shu uyga ketgan bari yo'qdi, lustra, shunday narsalar, mebel, shunday narsalar olsanglar bo'ladi. Bitta M-bank bo'lsa, bitta siz o'zingiz M-bankingizga bitta M-bankka 200 ming so'mga doğru beradi. Sizlar shotingizni qaraydi, narishuna bo'lsa 200 ming beradi. Misali uyingizda sizlarda semiyangizda 3 ta M-bank bo'lsa, 3oviga ham 200 mingdan olsa bo'lardi. Shunday qilib bo'lib to'laysiz. Har bir 200 ming berganga 3 oy, 6 oyga doğru bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 6 oylik ochib ber desanglar, 6 oylik ochib beradi. Sizlar shunga material olasizlar. O'sha materialni olib bo'lgandan keyin 200 ming sizlar shotingizga tushsa, har oyga 200 ming so'mni 6 oy bo'ladigan bo'lsa, 6 ga bo'lib to'laysizlar. Shunday do'stlar. Kanalingizga kirsanglar, podpisatsiya bo'lib, mayda klass bor, bunday qo'lda barmoq. Shuni bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan bizga podдержка bo'ladi. Podpisatsiya bo'lib qo'ysanglar, tug'an urug'lar, do'stlar va через sizlar orqali chiqsa, men skidka qilib beraman. Ko'pchilik podpischilarimiz do'stlarga aytadi, mana sizlarda endi podpischiklarim. Sizlar aytsanglar, ko'pingizlarni orqangizdan chiqadi. Palonchini do'sti bo'lim, seni podpisching ekan, mana men ham podpischik bo'ldim. Kelib uyimni ko'r, aytgan gaping esingdan chiqib qoladi va skidka qilasizmi deganlar ko'p bo'ldi. Men bar videomda aytib o'tdim. Men o'zimni podpischlarimga qo'limdan kelgancha skidka qilib beraman. Natijnochi söylashib olganlar, o'z ukalar bor. Yo natijnoy bilan polni sen topshir, bitta odam topshirsin desa, o'zingizda natijnochi bolalar ham bor. Xohlasangiz nomerni ber desanglar, mana shu boshidagi nomerlar mening nomerim bo'ladi. O'sha WhatsApp bor ikkovida ham. Через o'sha WhatsApp orqali yozib qo'ysanglar, biz adresingizga boramiz, o'lchingiz mancha bo'lsin. Sizlar uyda razmerni aytsanglar, masalan 8 ga 6, 10 ga 10 uyim desanglar, shunga qarab turib men qancha material ketishini hisoblab beraman. Kanalingizga kirib, обязательно podpisatsiya bo'lib kommentariy yozishni unutmang. Mayli do'stlar, tinch bo'linglar do'stlar.